Sizni masjid qurilishidan xabardor etdilarmi? 2026-yil 2-yanvar kuni Hazrati Eshombod jome masjidining birinchi qoziqi qoqildi va jadal suratda qurilish ishlari davom etib turibdi. Xalqimiz esa videolarimizga like bosib, o'z fikrlarini izohlarda yozib, Qadar tili profilini obuna bo'lib, bizlarga katta yordam berdilar. Kimlardir eshitib yo shu videolarni ko'rib xabar topgan insonlar har xil turdagi yordamlarni berib turdilar. Kimdir oziq-ovqat bilan yordam bersa, yana kimdir yoqilg'i bilan, yana kimdir texnika bilan yordam berib turibdi. Ko'ngillilar esa o'z amaliy yordamlarini ko'rsatib keladi. Qadar tili profili aynan shu masjidimiz qurilish jarayonlarini yoritib borish va xalqimizning masjid qurilishini chorlash maqsadida tashkillashtirildi. Siz bizani o'z layklaringiz va kommentariyadagi izohlaringiz bilan katta qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Aynan shu videoni saxiy insonlarga jo'natib qo'ying va Xudo xolasa ular bizlarga katta yordam beradi. Bizani qurilishimiz to'xtab qolmasligi uchun sizlarni patechkalaringiz, qo'llab-quvvatlashingiz juda ham muhim. Shuni yodingizdan chiqarmang. Hurmatli yurtdoshlar, bizani qo'llab-quvvatlashda davom eting, podpiskani bosing.